qum drobilkalarini ko'rsatgani Qirg'izistonda Jalolobodga kelganmiz. Bu o'sha qurilish sohasidagi o'sha rodban shpaklyovka kafilni kleylarda sifatini yana ham oshirib beradigan o'sha eng premium klassdagi mana shu shuvoq uchun kerak bo'ladigan mana shu rodbanlarni chiqarib beradigan, ya'ni qumini maydalab beradigan stanogimiz. Aka, bular qanaqa obyomi, narxlari? Aka, obyomi soatiga 1 tonna. Soatiga 1 tonna maydalab beraveradi. 1 tonna shunda. Xuddi usulini haligi sifatini o'zgartirish uchun o'ta mayda qilib beradi, sementga qilib beradi xuddi. Qumni sifatini o'zgartirib, qumni o'sha yana ham maydalab berganning hisobiga mahsulotning sifati yana ham yaxshi bo'ladi. Uning narxida o'sha 30-40% ga ko'taraveradi aka. 30-40% ga ko'taraveradi. Keyin narxini ham oshiraveradi. Narxini ham oshiraveradi. Qarang. Xo'sh, bu любой объемda bo'laveradi. Любой объемda qilib beramiz. Hozir mana shu necha pulga to'g'ri keladi? Aka, $7000 to'g'ri keladi. $7000 butun O'rta Osiyo bo'ylab yetkazib berilaveradi. O'zbekistonga ham, Qirg'izistonga ham, boshqa davlatlarga bir xil narxmi shunda? Bir xil narx. Endi qarab turing. Hozirgi mana qish kunida turibmiz. Bugun 26-mi, 27-yanvar. Hali qumni masalan qo'l bo'ladi-yu, uni quritish uchun mana bu narsani endi hozir mana shunda qurib kelyapti, ilanyapti, saralanyapti. Undan keyin bunga tashlasa, un qilib maydalab beradi. Mana qumning sifatini ko'ringlar. Hop. Qumimiz hozir mana shu o'zi shu turishini ham yana ham maydalab un qilib berar ekan. Tasavvur qilinglar, unda o'sha haqiqiy eng premium klassdagi mana shu shuvoq uchun rodban shpaklyovkalarda qumini tayyorlab beradigan stanogimiz mana shu. Ezib beradi, maydalab beradi. Ana shu qumlarda ho'l bo'lsa, mabodo quritib beradigan uskunamiz bunisi bor. Bu yoqdan qum solinaverar ekan, ikki tomondan olov berib, mana bu narsa o'ta issiq. O'ta issiq. Bunda o'sha qumimiz o'tadi, u yoqqa ham elanadi, ham quriydi. Ana undan keyin narga o'sha qum drobilkamizga tashlasak bo'laveradi. Islom aka, buni narxi nech pullarga to'g'ri keladi? $3,500 aka bu. Qancha? $3,500. $3,500. Obyomi-chi? Obyomi soatiga 500 kg, 600 kg gacha chiqaradi. Soatiga 500-600 kg gacha soatiga. Soatiga chiqaradi. Hozir bu gazli aka, biz atrobotga ham moslab beramiz. Ha, bu joylarga. Ham atrobonga ham, gazga ham yoqsa bo'laveradigan variant bu, ha? Xudo xolasa. Akalarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa butun o'sha O'rta Osiyo bo'ylab har qanday stanokda. Biz bugun mana o'sha aytib o'tganimizdek Qirg'izistonning Jalolobodga kelganmiz. Bu yerda o'sha suxoy smeslar ishlab chiqaradigan katta sex. Akalarimizdan bitta stanok olishgan ekan, o boshidagi. Endi yana ham o'sha ishlab chiqarish, kengaytirish maqsadida mana bu stanokni ham qo'shib olishdi. Endi ish to'xtab qolmasligi uchun o'sha qishga o'sha sezon tanlamini chiqarilaveradi. Qum qurish uskunamiz, qum maydalab beradigan uskunamiz o'sha har xil variantdagi premium yoki bo'lmasa o'sha oddiy o'zimiz standartni o'sha rodban shpaklyovka rodban shpaklyovkalarni chiqarib beradi.